Поэтому надо вот пока молодые, 26 yoshgacha organizm o'sayotgan bo'ladi, yosh bo'ladi. Xuddi yangi mashinaga faqat benzin bilan mo'yna almashtirasan, yuraveradi, hech qanday ish ko'rmaydi-da. Любой nagruzkaga dosh beradi-da, ko'taradi. Bu ham xuddi shunaqa 26 yoshgacha o'sib boradi-da, любой tekishayotgan narsa, tikayotgan narsani ishga o'rnidan dosh bera oladi-da, ko'tarib chiqarib tashlaydi-da. No, 26 yoshdan keyin qarshi protsess boshlanadi, обратный отчет. Уже keyin qaraysan, уже garmon как 18 deb, hech o'rnidan unaqa ishlayveradi. Agar odam 26 yoshdan keyin o'zini ehtiyot qilmasa, 40 ga borib, hammasi to'planib keyin хронический chiqib keladi, hammasi. Там начнется все с желудка, потому что hammasi oshqozondan boshlaydi. Immunitetan tortib, onkologiya, rakdan tugaydi. Hammasi oshqozon uchraydi. Farmakologiya, kimyo, они разделяются в желудке. Oshqozon jo'rani yedirib ketadi, juda patolog bo'lishi mumkin, yasag bo'lib ketishi mumkin, rak ham bo'lib ketishi mumkin. Balki o'ziga chiqmaydi, chunki jigar qurib bo'lishi mumkin, muhofazada pochta arkaz berishi mumkin. Aytadi, bu narsa bilan qazish bo'lmaydi, uni umr ishga arziydigan narsa bu. Поэтому qilish kerak, hammasi yo'lda qilishi, hammasi bosh bilan qilish kerak, uni qanot bo'lmaslik kerak.